Obunachilar yaqinda Tracker mashinasiga katta bamper qo'yganda, "Yo'q, yoqimsiz, bo'lmag'ir, yarashmadi" deydiganlar bo'ldi. Ayrimlarga yozdim hamda, "Sani Tracker'ing yo'q" dedim. Qaranglar, albatta hazil. Tracker birinchi pozitsiyaniki mana bunaqa holatda bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya uchun mana bunaqa holat bo'ladi. Ilhom uzoqroqdan chiroyli ko'rsatib bering. Xo'sh, 3-pozitsiya, 4-pozitsiyalar shu qoraytirib chiqarilgan, yo bo'lmasa shuni qora qilib olishadi. Menimcha qora chiqmagan, shu qora sotuvda bor. Endi shuni mana bunaqa Captiva fasondagi keyin yana boshqachalarni qo'ygan edik. Juda ham chiroyli ketadi. Buni qaranglar tushchasini. Azoplash xizmati, to'g'ri, kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi deydi-ki, mana buni yoqmadi deganlar, ana endi bugungi kunga izzilab qidiribsizlar. Buni turishchasini qaranglar. Videolarni ham qo'yib yuboramiz, oxiriga bitta kuzatinglar. Ilhomjon, DJlikni qiling ha, qanday deyapti? Endi mana qarang, sizga savol. Kommentariya yurakdan yozib keting. Bu chiroylimi? Mana bu chiroylimi? Agar haqiqatdan bu chiroyli bo'ladigan bo'lsa bunaqa, u chiroyli bo'ladigan bo'lsa bunaqa. Agar sizga Tracker mashinasi bo'lmaydigan bo'lsa, izoh shart emas. Sog' shavet, omon shavet.